Yevropa Ittifoqi uchun energiya xavfsizligi bu nafaqat iqtisodiy, balki geosiyosiy masala. O'zbekiston ham yo'nalishda katta islohotlar davrini o'tkazyapti. Bu o'rinda Yevropa uchun O'zbekistonning o'rni nafaqat ishlab chiqaruvchi, balki tranzit markaz sifatida ham dolzarb. Transkaspiy energetik yo'nalishi Markaziy Osiyo Yevropa elektr energiyasi uzatish tarmog'i. Green Hydrogen Corridor tashabbusi bularning barchasida O'zbekiston logistik va siyosiy markaz vazifasini bajaryapti. Bundan tashqari O'zbekiston Markaziy Osiyo elektr energiyasi uzatish tarmog'ini Yevropa tizimiga bog'lash, Orolbo'yi hududida ekologik va energiya barqarorligi markazini yaratish, vodorod energetikasini rivojlantirish bo'yicha Yevropa Ittifoqi bilan qo'shma yo'l xaritasi ishlab chiqarish tashabbuslarini ilgari suryapti. Bu tashabbuslar Yevropaning energetik diversifikatsiya siyosatini real mexanizmlar bilan to'ldiradi. Tarixiy hujjat hamkorligini yangi bosqichga olib chiqyapti. Buni nimada ko'rsa bo'ladi? Avvalambor Yevropa kompaniyalarini investitsiyalari bevosita to'g'ridan to'g'ri investitsiya mamlakatimizga kirib kelish. Yevropa kompaniyalarining texnologiyalari kirib kelish. Buni biz turli o'sha hamma yo'nalish kabi energetikada ham yaqqol narsa bu. Hozirgi kunda agar bizda o'sha har doimgi partnerlarimiz bo'lgan Siemens Energy, EDF kompaniyalari, Valtalia, Total kompaniyalar shu generatsiyalarga ishtirok etgan bo'lsa, hozir endi mana yaqinda o'sha Global Gateway degan xalqaro forumda Yevropa Ittifoqi, ayniqsa o'sha Yevropadagi eng yirik Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Yevropa investitsiya banki O'zbekiston va O'zbekistonni qo'shnilar bilan olib borayotgan siyosatda birgalikda amalga oshirayotgan loyihalarga investitsiya kiritish, ya'ni kredit ajratishga ishtiyoqi borligini natijasida biz memorandumni imzoladik. Jumladan o'sha Qambarata GES 1 loyihasi doirasida Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bilan $500 million va Yevropa investitsiya banki bilan $200 million ekvivalentida kredit ajratishga xayrixohligi bular bildirdi va ishlarni boshlab yubordik. Nafaqat bular bilan boshqa Yevropaning moliyaviy institutlari bilan ham ushbu yo'nalishda ishlarni boshladik. Shuningdek, mana yangi imzolangan kelishuv doirasida biz hozir O'zbekistonning infrastrukturasini rivojlantirishga, ya'ni bizda hozir mana generatsiyaga juda ko'p to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar kirdi. Yangi obyektlar ishga tushayotgan bo'lsa, bizda keyingi turgan dolzarb mavzu tarmoqlarni modernizatsiya qilish. O'sha generatsiya bo'lgan ishlab chiqarilgan elektr energiyani kam yo'qotishsiz iste'molchiga yetkazib berish bo'yicha Yevropa kompaniyalari, Yevropaning boshqa yetakchi moliyaviy institutlari bilan ishlashga kelishib oldik. Bundan tashqari mana gaz taqsimlash tizimida Italiyaning yetakchi Pietro Fiorentini kompaniyasi bilan birgalikda o'sha gaz taqsimlash tizimlarini modernizatsiya qilish, ushbu tizimlarni ularni texnologiyasini, yo'qotishlarni kamaytirish bo'yicha, samarali foydalanish bo'yicha gaz tarmoqlari bo'yicha Pietro Fiorentini bilan ham hamkorlik qilishga kelishib oldik. Endi agarda boshqa yo'nalishlarni ham gapiradigan bo'lsak, albatta kimyo sanoat yo'nalishida ham Yevropa kompaniyalari hozirgi kunda bu yerdagi O'zbekistondagi energiya resurs mavjudligi, shuna asosida ishlab chiqarishlarni O'zbekiston tashkil qilish bo'yicha hozir biz Linde kompaniyasi bilan Navoiy Azotda havoni taqsimlash qurilmasini qurish boshlanyapti. Bu to'g'ridan to'g'ri Linde kompaniyasining birinchi O'zbekiston hududida kiritayotgan investitsiyasi bo'ladi. Boshqa mana yangi kompaniyalar bilan mana davra suhbat doirasida kelishuvlarga erishildi. Ular bo'yicha ham barchasini mana shu imzolangan kengaytirilgan hamkorlik bo'yicha kelishuv asosida keng yo'l ochilishi, bu kompaniyalar O'zbekistonga kirishi, O'zbekistonga bularning ishonchi, o'sha uzoq muddatli hamkor bo'lishiga tayyorligini bildiradi.